Akalar, bolgarkalarni Fakensteindan keldi. Albatta bu hazil. Ikki xil akkumulyatorli bolgarkalarimizdan keldi. Bularning farqini hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Xavfsizlik bo'yicha birinchi o'ringa desak ham bo'laveradi. Ustalar uchun anchagina qulaylik funksiyalaridan yaratib qo'ygan. Birinchisi farqi keyslik bo'ladi diplomatda. Bu nima bu? To'yga taklifnomami? Albatta bu ham hazil. Qo'llanmalari va stiker, bonusli stikerlari ham bor. Aksessuarlar, ya'ni qo'lqop, dasmoncha va maskalari bu bemalol changli vaziyatda ham ishlatib olasiz. Eng zo'r tomoni ikkita akkumulyator, zaryadni ustroyство, bolgarkani o'zi. Ikkinchi komplektimiz esa bunda ham to'yga taklifnomalari bor. Xuddi o'sha komplektatsiyada. Farqi bunda chimodan yo'qligi uchun maxsus o'zini sumkasidan bergan, olib yurish uchun qulay. Va asosiy farqi akkumulyatori bir dona. Bu komplektimizda ikkita akkumulyator, arzon modelda esa bitta akkumulyator. Endi ishlashini bitta ko'ramiz. Yana bitta zo'r tomoni 1, 2, 3 ta emas, naqd 6 ta skorost rejimlari bor. Skorost peredachalari 6-skorostgacha almashadi. Va yana bitta zo'r tomoni esa qaranglar. Ishlab turgan paytda disk qisilib qolsa agar, otib yubormaydi. Bo'ldi. Tugmani bosganimiz yo'q, o'chirganimiz yo'q. Qaytadan yoqib ko'ramiz mana. O'chiramiz. Ishlab turgan jarayonda disk o'tib deb faraz qiling yoki qisilib qoldi deb faraz qiling. O'sha momentning o'zida darhol to'xtaydi. Ana endi haqqoniy real tarzda ishlatib ko'ramiz bitta kitik operator. Ko'rganlaringizdek, qissa yoki otib yurgan paytda darhol to'xtaydi va bu sizlar uchun xavfsiz, bemalol qo'rqmasdan hattoki bir qo'lda ham ishlatsangiz bo'ladi. Sifatga gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa narxlarini aytib o'tamiz. Har ikkala apparatimiz ham ishlashlari, sifatlari bir xil. Faqat aytganimizdek, akkumulyatoriga va komplektatsiyasiga salgina farq qiladi. Modeli, ko'rinishi, tashqi ko'rinishi barchasi deyarli bir xil. Boya aytganimizdek, ko'rinishi, dizaynlari, hattoki vattlari, oborotlari bilan bir xil. Faqatgina komplektda farq qiladigan ikkita akkumulyatorligimiz narxi 1.450 ming so'm. Bittalik akkumulyatorimiz esa 1.055 ming so'm. Toolbox do'konimizning barcha filialidan kelib xarid qilsangiz bo'ladi.